iPhone 14 Pro Max kamera test Full HD 60 fps. Stabilizatsiyasiga baho beramiz. Nol 5x 1x 2x stabilizatsiya unchalik yaxshi emas. Ularga ketyapti. 1x da stabilizatsiyasi zo'r ko'rinishda turibdi. Ozgina ko'ramiz. Ko'rib ko'ramiz. Ahmoqona ko'rinyapti-yu. 4K 60 fps da olinyapti video. iPhone 14 Pro Max da. Bu linzada faqat 1x 48 megapiksellik bitta optik linzani ishlata olasiz. 2x qilishingiz mumkin. Bu bilan bu optik zo'maz raqamli yaqinlashtirish bo'ladi. 3x ham qilish mumkin. Stabilizatsiyasiga baho bering. Lekin bu 4K 60 fps da 0.5x ga o'tib bo'lmaydi. Quyosh tarafga ozgina qaratamiz. Dinamik darajaga baho bering. Quyoshni qizarib o'tishini qanday ko'rsatib beryapti. iPhone 14 Pro Max da 4K iPhone 14 Pro Max telefonida 4K 60 fps da video olinyapti. Sifatiga o'zingiz baho bering. Orqada fon ranglar qanday ochib beryapti. Ozgina bu taraf kuyib ketgan. Dinamik daraja bilan ozgina qiynalyapti telefon. Stabilizatsiyasiga qaraymiz. Ovoz videodagi aytgan barcha gaplarim o'sha telefonni o'zini kamerasidan yozib olingan, o'zini mikrofondan. Hech qanaqangi mikrofon qo'shimcha ishlatilmagan. Stabilizatsiyasiga baho beramiz. Ozgina yuguryapman. 80 kilolik odam katta ko'chada g'alati ko'rinyapti. Baho beramiz.